Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir qishloqda jajjigina bir qizcha bor ekan. U dunyoda tengi yo'q, juda yoqimtoy qiz ekan. Oyisi uni jonidan ham ortiq yaxshi ko'rar ekan. Buvisi bo'lsa, undan ham yaxshi ko'rar ekan. Buvisi nevarasining tug'ilgan kuni munosabati bilan qizchaga bitta qizil qalpoqcha sovg'a qilibdi. O'shandan beri qizcha qayoqqa borsa shu chiroyli yangi qizil qalpoqchasini kiyib borar ekan. Shuning uchun qo'ni-qo'shnilar uni ko'rganda, "Ana, qizil qalpoqcha kelyapti" der ekanlar. Bir kuni oyisi somsa pishirib, qizchaga aytibdi: "Qizil qalpoqcha, mana bu somsa bilan kuvachadagi yog'ni buvingga olib borib bergin, eson-omonligini bilib kelgin" debdi. Qizil qalpoqcha: "Xo'p bo'ladi oyijon" deb javob beribdi. Qizil qalpoqcha kiyinib, buvisini ko'rgani narigi qishloqqa ketibdi. U o'rmondan o'tayotganda oldidan bir bo'ri chiqib qolibdi. Bo'ri qizil qalpoqchani yamlab yuborgisi kelibdi-yu, lekin botin olmabdi. Chunki shu yaqin orada o'tinchilar daraxt kesib yurar, boltalarning taraqa-turuq ovozi eshitilib turar ekan. Bo'ri qizdan: "Qizil qalpoqcha, qayoqqa ketayapsan?" deb so'rabdi. Qizil qalpoqcha bo'lsa o'rmonda to'xtab, bo'ri bilan gaplashishning qanday qo'rqinchli ekanini bilmas ekan. Shuning uchun ham u bo'ri bilan salomlashibdi. Qizil qalpoqcha: "Buvimni ko'rgani ketayapman. Buvimga mana bu somsalar bilan kuvachada yog' olib ketayapman" deb javob beribdi. Bo'ri: "Buvingni uyi uzoqdami?" deb so'rabdi. Qizil qalpoqcha: "Ha, ancha uzoqda" deb javob beribdi. Bo'ri: "Yaxshi, unda men ham buvingni ko'rib kelaman, mana bu yo'ldan boraman. Sen bo'lsang ana bu yo'ldan bor. Ko'ramiz, kim oldin borar ekan." Bo'ri eng yaqin yo'ldan g'izillab chopib ketibdi. Qizil qalpoqcha bo'lsa eng uzoq yo'ldan ketibdi. Qizcha yo'lma-yo'l to'xtab gullar teribdi, guldasta yasabdi. Qizil qalpoqcha hali tegirmon yo'liga yetmagan ekan. Bo'ri kampirning uyiga yetib kelib, eshikni taqillatibdi. Ichkaridan "Kim?" degan ovoz eshitilibdi. Bo'ri ovozini ingichka ovozga o'zgartirib, "Men, nabirangiz qizil qalpoqcha" deb javob beribdi. Eshik ochilibdi. Bo'ri shu zahoti kampirni yamlamay yutib yuboribdi. So'ngra uning kiyimlarini kiyib, o'rniga yotib olibdi. Shu payt qizil qalpoqcha ham kelib qolibdi va eshikni taqillatibdi. Bo'ri ovozini o'zgartirib, "Kim?" deb javob beribdi. Qizil qalpoqcha bo'rining xunuk ovozini eshitib, avval qo'rqibdi, keyin "Buvim tumov bo'lgandir" deb o'ylab javob beribdi. Qizil qalpoqcha: "Men, nevarangiz qizil qalpoqchaman. Sizga somsa bilan kuvachada yog' olib keldim." Bo'ri yo'talib olib ingichka ovoz bilan: "Ipni tort, jonginam, eshik ochiladi" debdi. Qizil qalpoqcha ipni tortgan ekan, eshik ochilibdi. Qizcha uyga kiribdi. Bo'ri bo'lsa ko'rpaga burkanib olib debdi: "Somsani stolga, kuvachani tokchaga qo'y. O'zing yonimga kelib yot. Juda charchagandirsan" debdi. Qizil qalpoqcha bo'ri bilan yonma-yon yotib undan so'rabdi. Qizil qalpoqcha: "Voy buvijon, qo'llaringiz buncha uzun." Bo'ri: "Seni mahkamroq quchoqlash uchun jonginam" debdi. Qizil qalpoqcha yana so'rabdi. "Buvijon, oyoqlaringiz buncha katta." Bo'ri: "Tezroq chopish uchun jonginam" deb javob beribdi. Qizil qalpoqcha yana so'rabdi. "Buvijon, quloqlaringiz buncha katta." Bo'ri: "Seni yaxshiroq eshitish uchun jonginam" debdi. Qizil qalpoqcha: "Buvijon, ko'zlaringiz buncha katta" deb yana bo'ridan so'rabdi. Bo'ri: "Seni yaxshiroq ko'rish uchun jonginam" debdi. Qizil qalpoqcha: "Buvijon, tishlaringiz buncha katta." Bo'ri: "Seni tezroq yeb qo'yish uchun jonginam" deb javob beribdi. Qizil qalpoqchaning dod-voylashiga qaramay, ochko'z bo'ri uni shippagi va qizil qalpog'i bilan qo'shib yutib yuboribdi. Baxtni qarangki, shu vaqt uy yonidan o'tinchilar o'tib qolishibdi. Ular shovqin-suronni eshitib, uyga bostirib kiribdilar va bo'rini o'ldiribdilar. Keyin uning qornini yorsalar, ichidan qizil qalpoqcha bilan buvisi eson-omon chiqib kelishibdi. Ertagimiz yaxshilik bilan tamom bo'libdi. Ha, aytgancha bolajonlar, bizlarni kuzatib borsangiz, sizga bundan-da yaxshi ertaklarni taqdim etamiz. Ko'rishguncha, xayr.